Munisa Rizayeva yangi taronasini taqdim qildi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. O'zbek xonandasining yorqin yulduzi Munisa Rizayeva muxlislarni yana bir bor ajoyib ijodi bilan xursand qildi. Xonanda yangi qo'shig'ini taqdim etar ekan, uning so'zlari va his-tuyg'ulari bilan muxlislar qalbiga ta'sir o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Qo'shiq shunday so'zlar bilan boshlanadi: Ishonmading menga, tuyg'ularimga, yuragimdagi hislarimga, balki unutarman, balki unutolmayman uni. Mazkur tarona dard, muhabbat va unutilmas xotiralar bo'lib, har bir tinglovchi o'zini bu satrlarda topishi mumkin. Tarona uchun suratga olingan videoklipda Munisa Rizayeva nafis va jozibali obrazda namoyon bo'lgan. Uning qora libosdagi ko'rinishi va his-tuyg'ulariga boy yuz ifodalari qo'shiqning ma'nosini yanada chuqurlashtiradi. Klip kadrlarida xonandaning afsus va xayolotga to'la nigohlari yumshoq va dardli tabassumlarni aks etgan. Muxlislar xonandaning yangi ijodiy yurishini iliq kutib olishdi va ijtimoiy tarmoqlarda o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqdalar. Ko'pchilik bu qo'shiqning yurakka yaqinligi va ta'sirchanligi haqida gapirmoqda. Siz Munisa Rizayevaning ushbu taronasi haqida qanday fikrdasiz? U sizga qanday xotiralarni eslatdi? Kommentariyada yozib qoldiring.